Sizga ish kerakmi? Ish qidirib yuribsizmi? Unday bo'ladigan bo'lsa, bu video darsimiz aynan siz uchun. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun ham yana bir qiziq mavzulardan biri ish topish va ishga joylashish haqida bo'ladi. Demak, boshladik. Buning uchun biz telefonimizdan yoki kompyuterimizdan Google Chrome'ga kirib olamiz, brauzerga kirib olamiz. Brauzerga kirib olganimizdan keyin ish.mehnat.uz deb yozamiz va bu saytga kirib olamiz. Ko'rinib turibdiki, bu sayt mana shu ko'rinishga ega. Bu yerdan biz nima qilamiz? Ish topish tugmasini bosamiz. Ish topish tugmasini bosganimizdan keyin bizni qarshimizda mana bu oyna paydo bo'ladi. Vakansiyalar, so'nggi vakansiyalar, filtrni tozalash, mana barcha e'lonlar, so'nggi e'lonlar ish haqqi kamayib borish tartibida, ish haqqi o'sib borish tartibida yoki o'rindoshlik bo'yicha. Bizga so'nggi vakansiyalar kerak. Ya'ni so'nggi vakansiyalar yangilangan, bugungi sana bilan olib beradi. Hudud aytaylik Jizzax viloyati. Undan keyingisi mana Arnasoy tumani. Sohalar, sog'liqni saqlash, qurilish, savdo va xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, arxitektura, IT, ta'lim va hokazo. O'zingizga yoqqan sohani tanlashingiz yoki mutaxassisligingiz bo'yicha sohani tanlashingiz mumkin bo'ladi. STIR soliq to'lovchining identifikatsion raqami. Bu oynani, bu katakni to'ldirishingiz shart emas. Kasblar bu ham bo'sh qoldirishingiz mumkin. O'zingizga ma'qul bo'ladigan ish haqqi summasini belgilab olasiz. Mana mustaqil belgilang 2, 3, 4 va hokazo belgilab ketilgan. Ish tajribasi bizdan talab etiladi. Barchasi talab etilmaydi. 1 yildan 3 yilgacha, 3 yildan 6 yilgacha, 6 yildan yuqori va hokazo. Endi biz siz bilan aytaylik Jizzax viloyatidagi vakansiyani birini ko'rib chiqamiz. Ustiga bosamiz, mana trener Mirzacho'l tumani sport maktabi davlat muassasasi. Ustiga bosganimizdan keyin navbatdagi oyna kelib chiqadi. Ko'rinib turibdiki, mana Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani sport maktabi davlat muassasasi. Korxonaning stiri berilgan, ish stavkasi 1 stavkada majburiyatlar, malaka ko'nikmalari, talab etiladigan mutaxassislik yo'nalishlari ustunlik beradi. Bizda chet tilini bilish, ish rejimi, to'liqsiz ish kuni. O'zbekiston Respublikasida bilamizki, siz bilan haftasiga ish soatlari 5 kunlik yoki 6 kunlik korxona bo'lishidan qat'iy nazar 40 soatdan oshmasligi kerak. Bu siz bilan ko'rayotgan vakansiyalarimiz milliy vakansiyalar bazasi hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vazirligi tomonidan nazoratga olinadi. Har oy yangilanib turadi. Ko'rib turganingizdek, Jizzax viloyatida bugungi sana bilan 4265 ta vakansiya, ya'ni bo'sh ish o'rni mavjud. Aytaylik, mana Jizzax shahri bo'lim boshlig'i, Jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi davlat muassasasida bo'lim boshlig'iga vakansiya berilgan. Ish staji mana talab etiladi 2 yillik va hokazo bizdan talab etiladi. Bog'lanish uchun ma'lumotlar. Mana shu oynani ustiga bosganimizdan so'ng mana pochta manzili va telefon raqami berilgan. Pochta manzili o'zimizni obyektikamiz, ya'ni ma'lumotnomamizni mana shu pochta manziliga yuborsak yoki mana shu nomer telefon raqami orqali bog'lanishimiz mumkin va ishga joylashishimiz mumkin bo'ladi. Ishga kirmoqchisiz, ish qidirib yuribsiz, ishsizsiz yoki bitiruvchi kurs talabasisiz. Mana shu milliy vakansiyalar bazasi ish.mehnat.uz saytidan foydalanib bemalol ishga joylashishingiz mumkin. Har doim bahona qidiramiz yoki nimadir sabab bo'ladi, ishim yo'q, nimadir. Hech kim sizni olib ishga joylashtirib qo'ymaydi. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qilishingiz kerak. Aytadi-ku,
ko'chaga chiqmoqchiman, aylanishga chiqqim keldi, qaradim ob-havo yomon, yomg'ir yog'yapti. Nima qilaman? Uyga kiraman, yotaman. Lekin juda ham qornim ochqib ketadigan bo'lsa, do'konga chiqishim kerak, ustimga qalinroq kiyim kiyib ko'chaga chiqishga majburman. Xuddi mana shunday sabablar. Ma'lum nimadir sabab bor. Sizda demak investor bor, kimdir pul bilan ta'minlab turibdi, o'shaning uchun ishga joylashishga ehtiyojingiz yo'q. Faqatgina noliysiz. Lekin aslida haqiqatdan ham sizga ish kerak bo'lsagina, siz bor kuchingiz bilan harakat qilasiz ishga joylashishga. Mana marhamat, Jizzax viloyatining o'zida bugungi kunda 4265 ta ish o'rni bor va mavjud. Bulardan ishonchim komil, sizga yoqadigan ish o'rni mavjud. Siz bilan qisqacha bugungi darsimizda ishga topish va unga joylashishingiz uchun yordamlashishga doir bo'lgan mavzu haqida gaplashib o'tdik. Darsimiz qiziqarli bo'ldi degan umiddamiz. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang, like bosing. Keyingi darsimiz qanaqa mavzularda bo'lishi haqida kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Salomat bo'ling.